Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'rgatadigan yangi narsam yangi AI orqali, ya'ni tekin xohlagancha rasmlarni edit qilishingiz mumkin, ya'ni tahrirlashingiz mumkin, dizaynni o'zgartirishingiz mumkin yoki nimadir yangi narsa, yangiliklar qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Bu orqali siz hech qanday pul sarflamasdan e, o'zingiz uchun xohlagancha dizayn yaratib, kanallar, ya'ni boshqa narsalar yuritishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana boshqa yangiliklar bilan ham bo'lishaman video davomida. Xo'p, birinchi o'rinda yangi AI bu oldin aytganimdek Marina degan sun'iy intellektimiz bo'ladi. Marina.ai bu tekin, ya'ni barcha uchun tekin, cheksiz, ya'ni bir martalik emas, ikki martalik emas, cheksiz. Bu yerda hozir men birinchi ko'rsatadigan narsam rasm tahrirlash. Juda ham ko'pchilik rasm tahrirlash bo'yicha, video tahrirlash bo'yicha qiynalishar ekan. Demak, shuni hozir men tekin variantini sizlarga ko'rsataman. Buni Marinani afzalliklari nima desanglar, bu yerda modellar juda ham ko'p. Ya'ni xohlagan modelni tanlab GPT, Imagen, Seedroom, mana Seedroomlar bular pulli versiyada ishlaydi ko'proq. Nano Banana, mana Nano Banana eng zo'r, ya'ni tahrirlovchi. Ya'ni bu tekin hozir ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda faqat image emas, tekstlarga o'tadigan bo'lsak, har bitta CloudOpslar, Sonetlar, 4.5 hammasi tekin varianti, GPT-5 ni ham tekini, Grokni ham, xullas nimaki AIlar bo'lsa, barchasini tekin versiyasi, ya'ni xohlagancha so'rov tekstlar bilan aniq yaqqol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa pulli emas, $20, $30 sarflab siz boshqalarni sotib olsangiz xato qilgan bo'lasiz. Demak, bu orqali Marina orqali siz xohlagan AI'ingizni tekin ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan hozir men sizga imageni ko'rsatamiz. Image tahrirlashdi. Menga yoqqan Flux Context deb yangi narsa chiqibdi. Bunda ham qilib ko'rdim. Yaxshi har holda. Men hozir sizlar bilan Nano Bananani ko'rib chiqamiz. Nano Banana menimcha eng yaxshisi. Xo'p. Demak, bu yerga rasm yuklaymiz. Xohlagan rasmimizni yuklaymizda, bu yerda change my outfit degani o'sha ustuvor, outfit into t-shirt deb beraman. Ya'ni chiziqcha bilan yoziladi shirt. Qani qanchalik to'g'ri va aniq o'zgartira oladi. Ko'p joylarda, ya'ni Gemini'da ham, Gemini'ning o'zida ham Nano Banana bor, lekin bu har doim ham yaxshi ishlamayapti. Ya'ni ko'pchilik bundan shikoyat qilyapti, bittada ishlamayapti. Qani qanchalik. Mana bu. Demak, qarang, avvalgi holati bu edi. Endi o'zgartirilgan holati bu. Ya'ni ichidagi t-shirt o'zgartirilgan, kostyumim turibdi. Qoyil. Ya'ni hamma joy shunday turibdi, faqatgina ichidagi ko'ylakni olib tashlab futbolkaga o'tkazib qo'ydi. Demak, bu Nano Banana, ya'ni xohlagancha ya'ni rasmlaringizni tahrirlab, qo'shadigan joyingizni qo'shib, logolar qo'shishingiz mumkin, brendingizni qo'shishingiz mumkin, bu orqali xohlagancha tahrirlashingiz mumkin bo'ladi. Eng qizig'i mana tez va tekin variantini sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Yana bir yangilikni aytib o'tib ketaman shu joyda. Keyin yana boshqa variantlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, buni o'chirib, boshqa imijlarda, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Lekin yangidan boshlash kerak deb aytilyapti. Xo'p. Ya'ni har bitta modelni ko'rib, ya'ni qaysi biri zo'rligini ko'rib chiqishingiz mumkin. Seedroom 3 ham yaxshi, Imagenlar, Fluxlar, ya'ni ko'p bu yerda variantlar. Variantlarni o'zingizga qulayini tanlab ishlatishingiz mumkin. Hozircha birinchida topda turadigan
unhuman image degani bor ekan, lekin bunda bitta muammo bo'lyapti. Rasm yuklab tahrirlab bo'lmas ekan. Men shuni hozir ko'rdim, ya'ni tahrirlash mumkin emas bunda deb aytyapti. Ya'ni ayrim modellarda faqatgina tekst orqali tekst yozasiz, prompt orqali sizga rasm yaratib berish mumkin ekan. Lekin nano banana, sidrimlar unaqa emas, ya'ni rasmlarni o'zini ham tahrirlasangiz bo'ladi. Nimaga ishlamayapti deb o'ylanib yurmang. Bularda rasm yuklamasdan, ya'ni o'zingiz nimadir yozib rasm yaratishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shunaqa gaplar. Bu orqali xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha yana bir narsa, yana qo'shimcha ma'lumot aytib o'tib ketaman. Bu yerda faqatgina rasm tahrirlashdan tashqari web searchlar bor, app, ya'ni xohlagan birorta appingizni yaratishingiz mumkin, ya'ni applicationlaringizni shu orqali saytlar, shunga o'xshagan narsalar, programma, dasturlar yaratishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi tekin. Eng qizig'i, qachongacha bilmayman. Sababi qanday bundan foyda keladi? Balki reklama uchun qilishyaptimi? Shuncha narsani ochiq tekin qilib qo'yganiga hayron qoldim. Xo'p, keyin yana Genspark deganimiz o'tgan safar ham aytgan edim. Genspark shunaqa yangilik qilganki, hayratlanarli yangiliklardan. Kecha shuni ishlatib ko'rdim birinchilardan bo'lib. Genspark agentimiz, bilganingizdek, genspark.ai ga kirsanglar, bu pulli $20 sotib olasiz. Xohlagancha narsani yaratishingiz, rasm bo'lsin, video bo'lsin, eng qizig'i Sorani ham qo'shgan. Sora 2. Ya'ni videoni xohlagancha yaratish, mana Sora 2 va Pro'si yaratishingiz mumkin bo'ladi. Hali buni men sinab ko'rmadim, lekin bugun sinab ko'rmoqchiman shuni. Pulli versiyalarda chiqadi. Xohlagancha videolar tahrirlashingiz, rasmlar tahrirlashingiz mumkin $20 ichida. Xohlagan AI ni ishlatishingiz ham mumkin. Juda ham ko'p ochiq manbalar qilib qo'ygan va yana yangilik qilgan bu emas. Photogenius degan narsa chiqdi. Photogenius faqat Android va iOSlar uchun, ya'ni telefonda ishlaydi, kompyuterda ishlamaydi. Va Gensparkni tortib olasiz siz. Bu yerda ovoz orqali xohlagancha rasmingizni tahrirlashingiz mumkin bo'ladi. Balki tekindir, ya'ni menda pulli versiya bo'lgani uchun tekinda kirib ko'rmadim, lekin siz albatta sinab ko'ring. Ya'ni Gensparkni Play Marketdan olasiz va shu joyga, ya'ni Photogenius degan bo'limiga o'tsangiz, ya'ni sizga rasmni yuklaysiz va ovoz orqali o'zbekcha gapirsangiz ham tushunadi. Ochki taqqizib ber, kiyimni o'zgartirib ber, bu joyga bunaqa qo'shib ber deb xohlagancha gapirasiz. Rasmingizni o'zgartirib, eng qiziq HD formatda, ya'ni o'ta tiniq formatda yuklashingiz ham mumkin bo'ladi. Qoyil, kecha chiqdi bu narsa. Bugun sizlar bilan ulashmoqchiman. Demak, buni yuklab bir sinab ko'ring albatta. Va ikkita, ya'ni tahrirlash, video tahrirlash mana ko'rdingiz va rasm tahrirlashni mana o'rgatdim. Qaysi sun'iy intellekt tekin va tez ishlaydi. Shulardan foydalanib ishingizda, biznesingizni va boshqa yo'llaringizni rivojlantirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, ulashishni unutmang va kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolargacha xayr, sog', salomat bo'ling. Keyingi videolarda juda ham kuchli narsalar o'rgataman. Dasturlashda, ya'ni iOS, Android va shunga o'xshagan dasturlarni tekin yaratishni ham o'rgataman.